Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Yakkasaroydan hovli qidirayotgan mijozlarimizga zo'r taklifimiz chiqyapti. 3 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu Fayza xonadonimizda sotuvga chiqyapti. Katta darvoza, mashina uchun navesli joy. Bu yoq tomonda yozgi oshxonamiz joylashgan va eshikdan kirishimiz bilan o'ng qo'limizda umumiy hojatxona mehmonlar uchun. Hovlimizda kichkina bo'lsa ham zelonaya zona uchun joylar qoldirilgan, qo'shimchasiga ko'chada ham mashina qo'yish uchun joy bor. Uyimizning afzallik tomoni ikkita yonma-yon qurilgan. Ikkita aka-uka yoki ikkita o'rtoq qidirayotgan bo'lsanglar maslahat beramiz. Binomiz 3 qavatli, har bir qavat 120 kvadratdan. Podvalga ko'chadan ham tushsanglar bo'ladi. Eshikdan kirishimiz bilan katta hol kutib oladi, ko'rishingiz mumkin. Shu yerda divanna zona qilib oilaviy o'tirishinglar uchun joylar qoldirib ketilgan. O'ng qo'limizda oshxona, tayyor mebellari bilan panoramda katta oynadan kuzatsanglar bo'ladi va havo aylanishi uchun ochiladigan katta oynalar qoldirib ketilgan. Birinchi qavatimizning o'zida hamma kerakli qulayliklar bor. Ikkinchi qavatga podvalga tushadigan lesnitsa, to'g'rida zal joylashgan. Stol suv qo'yib, shu yerda mehmonlar kutsanglar bo'ladi. Orqa hovlimiz bor. Havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Qo'shimchasiga umumiy sanuzelimizni hali elektrik ishlari полностью bitkazilmagan, lekin razmerlari katta qilingan. Va birinchi qavatga tegishli spalni ichida o'zini sanuzel garderobi bilan. Garderob va sanuzel joylashgan. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan ikkinchi qavatga ko'tarishimiz bilan shunaqa katta meshkomnatniy hol kutib oladi. Xonalarga bo'lib qo'yilgan. Holda televizor qo'yib, divanni zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Katta panoramli oynalardan kichkina balkonga chiqiladi. To'g'ridagi xonamizda umumiy sanuzel, chap qo'ldagi xonamizda zal. Razmeri kattagina, keng qilingan. O'g'lilar uylantiradigan bo'lsalar ham kelin uchun beriladigan zalga juda ham ma'qul bo'ladi. Bolalar yotoqxonasi. Детская spalnya ichida o'zini garderobi bilan va bitta spalnimiz bor. Ota-onalar uchun mo'ljallangan master spalni ichida sanuzel garderobi bilan. Keng xona, panoramli oynalar bilan chap qo'limizda garderob va sanuzel joylashgan. Sizlarga uyimizning podval qismini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan podvalga tushishimiz bilan katta hol kutib oladi. Televizor qo'yib, divanni zona qilib o'tirishinglar uchun высокопотолочный katta joy qoldirilgan. Bolalar o'ynashi uchun ham juda ham ma'qul bo'ladi. Детская игровая площадка qilib qo'ysanglar bo'ladi. Qo'shimchasiga bitta spalni bor. Endi sotib oladigan odamlar o'zingizlarga moslab to'g'rilaysizlar. Bu xonamizda prachka, kir yuvish uchun mo'ljallangan xona va uyimizning kotelnisi joylashgan. Uyimizning narxini videomizning ustidagi obloshkada yozib qoldiraman. Telefon raqamlarini ham qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.